yoki duduqlanib gapirsa, yoshi o'tib ketadi, bir xillar baland bo'lib ketadi, lekin gapirmaydi. Til katta vazifani bajaradi gapirishda. Sog'ligi, organizmi soppa sog'lom bo'lsa, lekin shunchaki gapirmasa, oddiy asal, toza asalni topib kelasiz, baraka topgur. Xo'p deng, kerak bo'lib qoladi. Shifo Allohdan. Bu narsa bir sababchi, Xudo xohlasa niyatni pok qilib qeng, Xudo xohlasa bolangiz burro gapiradigan bo'ladi. Toza asalni bir kunda 3 mahal tilchasining tagida nerv tomirchalari bor, qarang. Ana shunga, mana qo'lingizga nomiga olib, tilni tagiga surtab qo'ying o'sha tomirchalarga. Ertalab, obedda, kechqurun yotishdan oldin ham surtab qo'ysangiz, Xudo xohlasa 1 oy bajaring, menga rahmat aytasiz. Tillari shunday chiqa boshlaydi, tilni talaffuzi o'zgaradi. Til masalan, tag'nagingizga bosing, a, o, i tamom, boshqa harfni ayta olmaysiz. Til bo'lmasa, qaynoq narsani ham ichib yorasiz, qaynoq narsani ham sezadi, achchiqni ham sezadi, talaffuzni ham o'zgartirib turadi. O'sha uchun bolasini tili kech chiqadigan do'stingizga yuborib qo'ying. G'ulomjondan foydali maslahat. Bitta baraka topgir aytibdi, 1 qoshiq asal bolachalarni o'limga olib keladi. Durrak, asal 1000 dardga davo. Yutalingiz bo'lsa 1 qoshiq asalni og'izga solib keting ishga. Asalni o'zi davolab ketadi yo'lma-yo'l. Xo'p deng, baraka toping. Asalni yoki duduqlanib gapirsa, yoshi o'tib ketadi, bir xillar baland bo'lib ketadi, lekin gapirmaydi. Til katta vazifani bajaradi gapirishda. Sog'ligi, organizmi soppa sog'lom bo'lsa, lekin shunchaki gapirmasa, oddiy asal, toza asalni topib kelasiz, baraka topgur. Xo'p deng, kerak bo'lib qoladi. Shifo Allohdan. Bu narsa bir sababchi, Xudo xohlasa niyatni pok qilib qeng, Xudo xohlasa bolangiz burro gapiradigan bo'ladi. Toza asalni bir kunda 3 mahal tilchasining tagida nerv tomirchalari bor, qarang. Ana shunga, mana qo'lingizga nomiga olib, tilni tagiga surtab qo'ying o'sha tomirchalarga. Ertalab, obedda, kechqurun yotishdan oldin ham surtab qo'ysangiz, Xudo xohlasa 1 oy bajaring, menga rahmat aytasiz. Tillari shunday chiqa boshlaydi, tilni talaffuzi o'zgaradi. Til masalan, tag'nagingizga bosing, a, o, i tamom, boshqa harfni ayta olmaysiz. Til bo'lmasa, qaynoq narsani ham ichib yorasiz, qaynoq narsani ham sezadi, achchiqni ham sezadi, talaffuzni ham o'zgartirib turadi. O'sha uchun bolasini tili kech chiqadigan do'stingizga yuborib qo'ying. G'ulomjondan foydali maslahat. Bitta baraka topgir aytibdi, 1 qoshiq asal bolachalarni o'limga olib keladi. Durrak, asal 1000 dardga davo. Yutalingiz bo'lsa 1 qoshiq asalni og'izga solib keting ishga. Asalni o'zi davolab ketadi yo'lma-yo'l. Xo'p deng, baraka toping. Asalni